Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Tövəndə bu həftədən bu yan Uyğurlar münasibətli yüz bergen bəzi mühim hadisələrini sizlərə qaytadan əsirtib etməkçimiz. Qani diqqətinizlər, həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı olsun. 2 may günü bütün dünya Müslümanları 11 ayının sultanı mübarek Ramazan ayını ahırlaştırıp, bəxtiyarlıq və şadlıq duyğusu içində roziyetini təntəni bilan kütüb elişdi. Muhaciratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yaranlari va suyimlik xalqining dardi pirog'ida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish duygusu ichida muqaddas roziyetni g'ashlik, mayuslik ichida kütüb elishga majbur bo'lib keldi. Dünya Uyghur Qurultayining roziyet munosabati bilan e'lon qilgan tabrikida mundaq deyildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Dünya Uyghur Qurultayi bo'lish suhbatimiz bilan vatan içi ve sırtida yaşayotgan Sharq Turkistonlik bütün qarindoshlarımızın roziyetini mübareklaymiz ve aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hürlük, amanlık, baxt saadet tilaymiz. Aziz qarindoshlar, her qitim bütün dünya musulmonlarini şadlık cho'mdirgan mana shunda xosiyatli hit bayramlar yetib kelganda, haqiqiy bir usti ochiq turmaga aylangan vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz Xitayning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitayning ichkari o'lkalarida qul o'rnida majburiy ishlatilayotgan qarindoshlarimiz, yana shundaqla vatansizlik dardidan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st yaranlarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va buningdan cheksiz azoblanamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharq Turkiston kommunist Xitoyning tajovuzga uchragandan buyon vatan ichidagi xalqimizning biror kunmi xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muhajiratdagi qarindoshlarimiz vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yaranlari va suyimlik xalqining dardi pirog'ida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugünkidek hit bayramlarni kutib olishga majbur bo'lib keldi. Bugün biz Sharq Turkistonliklar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan fashistik qilmishlari bugun butun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Dunyo madaniyatiga shonliq to'hfalarni qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga taqat qilib tura olmagan xalqaro jamoatchilik mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun harakat etishga boshladi. Mana shundoq xalqiliq bir paytda barliq Sharq Turkiston xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoy qarshi birlik sapni mustahkamlab, Sharq Turkiston davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakat etishimiz to'liq zarurdir. Agar biz insoniy haq-huquqlarimizni, qadr-qimmatlarimizni, milliy va diniy mavjudligimizni qo'g'dab qolamiz va Yevropa musulmonlarga o'xshash erkin va azod holda hayotimizni qutlug'laymiz deydiganmiz, bu holda cho'qim xalqimiz kelayotgan bütün zulm va baloy ofatlarning tub manbai hisoblangan Xitoy hokimiyatining mustamlikasidan va bo'yinturqidan uzil-kesil qutulish uchun kurash qilishimiz va bu sharafli yo'lda bütün fidokorligimizni ko'rsatishimiz lozim. Mana bu Sharq Turkiston xalqining birdan-bir chiqish yo'lidan iborat. Oxirida aziz qarindoshlarimizning muborak roziyetini qayta tabriklaymiz va sizlarga salomatlik va baxt tilaymiz. Hammanglarning haytinglarga muborak bo'lsin. Germaniyada yaşayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz 11 ayning sultoni muborak Ramazon oyini ibodat va xayr-ehson bilan tamomlab 2 may roziyetini iftixorlanish tuyg'usi ichida kutib oldi. Germaniyaning München shahrida yaşayotgan Uyg'urlar Dunyo Uyg'ur Qurultayi diniy ishlar komitetining maxsus o'rinlashtirishi bilan München shahridagi Uyg'ur masjidiga jam bo'lib roziyet namozining birlikda o'tkazdi va o'zaro bir-birining hitini muboraklashdi. Hit namazida jamoat bilan birga bo'lgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim namozdan keyin istansimiz qilgan so'zda butun dunyo musulmonlarining jumladan vatan ichi va sirtidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning roziyetini tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga mushu fursatdan foydalanib Sharq Turkiston xalqining hurligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizga bo'lgan oliy hurmatini va cheksiz seg'inishimizni izhor qilganligini Xitoyning zindonlarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak maydonlarida jon talishayotgan millionlagan qarindoshlarimizga Janobi Allohdan hurlik tilaydiganligini bildirdi. Navbatda Germaniyada taxminan 2000 ga yaqin Uyg'ur bo'lib, bularning mutlaq ko'p qismi Germaniyaning qadimiy shahri Myunxenda yashaydi va bu yerdagi Uyg'urlar uzun yillardan buyon hit namozlarini birga o'tab kelmoqda. Bu qitimqi hit namoziga imomlik qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining muavin raisi dinniy ulamo Turg'unjon Hojim
namozning oldi va keyinda bergan xutbasida va qilgan duosida Sharq Turkistonning ozodligi, xalqimizning erkinligi va hurlik uchun qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizning ro'yiga atab duo qildi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Yevropadagi Uyghur tashkilotlari 13-may Jenevadagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyishga jiddiy hozirlik qilmoqda. 25-aprel kuni Dünya Uyghur Qurultayı va Yevropada aktiv faoliyat olib berayotgan 20 ga yaqin Uyghur tashkiloti birlikda maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropaning har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 13-may kuni Jenevadagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyish va yurishga aktivlik bilan qatnashishga chaqirgan. 26-aprel kuni Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqunay Sapandim yana inglizcha va uyg'urcha tillarda videolik safarbarlik nutqi e'lon qilib, har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni, shundaqla Uyg'urlar hissdoshlik qilayotgan, ko'ngil bo'layotgan va Uyg'ur davosini qo'llab kelayotgan chet ellik do'stlarimizni 13-may kuni Jenevada o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyishni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqirgan edi. Növbətdə Avropadakı hər qaysı Uyğur təşkilatları 13-may BDT oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyish uchun o'zdir turishliq davlatlarda jiddiy safarbarlik olib bormoqda. Bu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan tor orqali boshiltirilgan yordam to'plash faoliyati davom qilmoqda. Ushbu sababdan dunyoning har qaysi ellardagi siyosiy faoliyatchilarimiz va Uyg'ur qarindoshlarimiz stansiyamiz orqali safarbarlik nutqlari e'lon qilib, o'zlarining 13-may namoyishiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishdi. 2-may, yani Roziyetning 1-kuni oqshimi Amerika prezidenti Joe Bidenning Oqsaroyda o'tkazilgan Roziyetni tabriklash ziyofatida Uyg'urlarni alohida tilga olishi va ziyofatga Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuriy Turkal hamda turmaga qamalgan Uyg'ur doktor Gulshan Abbosning Amerikadagi qizi Ziba Muratni taklif qilishi muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. Amerika prezidenti Joe Biden bilan xonimi Jill Biden tarafidan berilgan Roziyetni tabriklash ziyofatiga Amerikadagi hukumat organlari, har qaysi sohalar va jamoatlarning vakillari, shundaqla musulmon davlatlarning diplomatlari qatnashgan. Ziyofatda prezident Joe Biden intayin ahamiyatli nutq so'zlagan. U Amerikadagi va dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning Roziyetni tabriklab so'zlagan nutqida dinlararo o'zaro tushunish, keng qo'rsoqlik va hamkorlikni alohida ta'kidlagan. U yana Amerikadagi musulmonlar jamoatining har sohalarda tirishchanlik ko'rsatib, Amerikaning taraqqiyoti va gullanishi uchun zo'r tuhfalarni qo'shayotganligini alohida ta'kidlagan. U musulmonlar jamoatining Amerikadagi ko'p xilligiga, rangdorligiga to'lgan madaniyatlar ichidagi alohida hayotiy kuchga ega bir to'plik ekanligini eskartib o'tgan. Prezident Biden Roziyet munosabati bilan so'zlagan nutqida Uyg'urlarni alohida tilga olgan. U mundoq degan: "Bugungi kunda biz dunyoning har qaysi joylarida nurg'unlagan musulmonlarning zo'ravonlikqa uchrayotganligini ko'ryapmiz. Hech kim ezilganlarni kamsitmasligi, hech kim diniy e'tiqodi sababidan besimga uchirmasligi kerak. Şuna biz bugün bu muqaddas bayramını təbrikləyen Uyğurlar, Rohingyalar qatarlıq musulmonlarni əsləməkdimiz. Şundaqla açarçılıq, zo'ravonlik va to'qinishlarda azob tortayotganlarni eslaymiz." Mazkur ziyofat jarayonida Nuriy Turkal apandim bilan Ziba Murat xonim prezident Baydenga Uyg'urlarning navbatdagi ichinishlik vaziyati haqida bevosita ma'lumot berish fursatiga erishgan. Xabarda aytilishicha, Amerika hukumatining muavin prezidenti Kamala Harris shu kuni o'zining Twitter betida butun dunyodagi musulmonlar jamoatiga o'zining heytlik salomini yo'llagan. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat apandim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Amerikadagi musulmon jamoatini harakatlantirish orqali islom ellarini Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa qarshi tadbir qo'llanishga qistash maqsadida yaqinda Florida shtatida bir yurish faoliyati bo'lgan edi. Bu jarayonda Ömer Qanat apandim Janubiy Floridadagi eng chong masjidlardan biri bo'lgan Janubiy Florida Islom markazi masjidida o'tkazilgan juma namozida so'z qilib, Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan musulmon xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va muqaddas islom dinimizga qarshi yurgizayotgan dushmanliklar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Amerikadagi musulmon jamoatini Xitoyning bu xil vahshiyliklarga qarshi o'rnidan dast turishga va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ko'rmasga silib sukut qilib turib olgan islom ellarga besim ishlatishga chaqirdi. Bu qitimqi juma namozning xutba maxsus Uyg'ur masalasiga ayrildi va Imom Shayx Hadi apandim xutbasida qilgan so'zda Amerika musulmonlarini o'zlarining din qarindoshlari hisoblangan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqishga chaqirdi va buning har bir musulmonning diniy majburiyati ekanligini ifoda qildi. Orqadan Ömer Qanat apandim yana Boka Raton islom markazining taklifi bilan Boka Raton shahridagi eng chong masjid bo'lgan Boka masjidida so'zga chiqib, Xitoy hukumatining Sharq Turkiston Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga,
Amerika musulmonlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun safarbar bo'lishga chaqirdi. Undan burunmi Ömer Qanat apandim va Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidar Iltabir xonim Amerika ishki bexatarlik ministri Mayorkas apandimning Ramazon munosabati bilan Virjiniya shtatidagi musulmon jamoatlarining vakillari bilan ilib borgan iftor suhbatiga taklif bilan qatnashib, uningga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida bevosita ma'lumot berish fursatiga erishgan edi. Bugun, yani 5-may bo'lsa Uyg'ur xalqining milliy kimligining eng asosiy simvoli hisoblangan Do'ppi bayrami. 2009-yilning 5-may kuni vatan ichidagi jiroqni ko'rar vatanparvar ziyolilarimiz Xitoyning shuncha qattiq besimiga pisand qilmay, Urumchida 5-may kuni Uyg'urlarning Do'ppi bayrami deb jakarlagan. Ularning milliy madaniyatimizni qo'g'dash, tonish, varislik qilish, rivojlantirishni asos maqsad qilgan bu harakati vatan ichi va sirtidagi xalqimizning zo'r olqishiga sazovor bo'lgan. Shundan buyon muhojiratlik Uyg'urlar har yili 5-may kuni cheksiz iftixorlanish ilkida Do'ppi bayramini qutlab kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Ayso apandim 5-may Do'ppi bayrami munosabati bilan istansimiz qilgan so'zda mundaq deb ko'rsatdi. Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilikka duchor bo'lib, yo'qolib ketish xavfiga duch kelayotgan bugungi xalqliq paytda muhojiratlik qarindoshlarimiz Uyg'ur Do'ppi madaniyat bayramining ahamiyatini va rolini to'g'im yaxshi tushunib yetish bilan birga bu bayramni davomli turda faol qanot yoydirib, xalqimizning milliy g'urur va iftixorlanish tuyg'usini o'stirishi va shundoqla milliy kimligini qo'g'dash irodasini namoyon qilish kerak. 5-may Do'ppi bayrami munosabati bilan bugun Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy organi maxsus videolik tabrik filmi tarqatib, Uyg'ur xalqining Do'ppi bayramini qutladi. Do'ppi bayramingizga muborak bo'lsin. Au nom de l'équipe du Congrès mondial ouïghour, nous vous souhaitons une joyeuse fête du Do'ppi. Do'ppi bayramlarga muborak bo'lsin. Дорогие друзья, поздравляем вас с праздником Do'ppi. Do'ppi bayramimiz muborak bo'lsin. تحياتي أعزائي، أهنئكم بحلول عيد دوبا للأيغور. Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Hammanglarning Do'ppi bayramingizga muborak bo'lsin. Het World Uyghur Congress wünscht euch feine Doppeltag. Der Weltkongress der Uiguren wünscht euch einen schönen Doppeltag. Do'ppi bayramlarga muborak bo'lsin. Desde el equipo del Congreso Mundial Uigur os deseamos un feliz día del Do'ppi. Do'ppi bayramingiz muborak bo'lsin. The World Uyghur Congress team wishes you a happy Do'ppi day. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz sharq do'stlarlik qarindoshlarim, hammalarning Do'ppi bayramingizga muborak bo'lsin. Tým Světového ujgurského kongresu vám přeje šťastný den Do'ppi. Команда Всемирного уйгурского конгресса поздравляет вас с Международным днем Do'ppi. Növətdə Norvegiyada xizmət ziyaretida bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Ayso, qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad, qurultayning bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan qurultay hay'ati 5-may kuni Norvegiya Uyg'ur komitetining bosh kotibi Adiljon Abdurahim apandimning hamrohligida Norvegiya parlamentining bir qism a'zolari, Norvegiya Tashqi ishlar ministrligining mas'ul xodimlari va ba'zi siyosiy partiyaning mas'ullari bilan ko'rishib suhbat olib bordi. Qurultay hay'ati ko'rishgan arboblar orasida Norvegiyaning sobiq tashqi ishlar ministri Ina Eriksen xonimmi bor edi. Qurultay raisi Dolqun Ayso boshchiligidagi mazkur hay'atning bu qitimqi Norvegiya ziyaratining asosiy maqsadi bo'lsa, Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat qarorini Norvegiya hukumatiga e'tirof qildirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Norvegiya parlamentining e'tirof qilishni qo'lga keltirishdan iborat bo'lib, BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheletning oldimizda ilib bormoqchi bo'lgan Sharq Turkiston ziyarati va BDT tarafidan o'tgan yil hozirlangan Uyg'ur kishilik huquq umumiy dokumentning e'lon qilinishining tak hozirgacha kechiktirilishi qatorliqlarmi bu qitim uchrashuvlarning muhim temasi bo'ldi. Suhbatlarda hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika, Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litvaniya, Irlandiya qatorliq 9 davlat tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, shundaqla Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan qilmishlarini xalqaro qonun asoslariga va ko'p taraflamalik dalil isbotlarga tayinib turib, irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb hukm chiqarganligini xotirlatib o'tgan Dolqun Ayso apandim, Nobel komiteti joylashgan va dunyodagi eng demokratik ellarning biri hisoblangan Norvegiyadagi bir davlatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini toki hozirgacha e'tirof qilmaganligidan qattiq afsuslanganligini bildirdi. 5-maydagi bir qator uchrashuvlardan keyin Oslodan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun Ayso apandim bu qatimqi Norvegiya ziyarati haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Bizdeki Norvegiyadagi faoliyatlarimizning birinchi kundagi qismi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Biz Norvegiya parlamentining
bir qancha parlament a'zolari bilan Tashqi ishlar komissiyonining rahbarlari bilan ko'rishib, navbatdagi vaziyatlarimiz haqida ma'lumot berish bilan birga Norvegiya parlamentidan kutadigan talablarimiz, orzularimiz haqida konkret talablarimizni o'tirib qo'ydik va bu parlament a'zolarimi va siyosiy partiyaning rahbarlarimi bizning savollarımıza astoydil talablarimizga javob berib qila oladigan, qilolmaydiganlarni qilolmaydigan va yak o'ylashdiganligi haqida javob berdi. Bu javoblarning ichida pozitiv javoblar bor. Demak, bugungi uchrashishimizni yaxshi, muvaffaqiyatli o'tdi deb o'ylaymiz. Ham ertaginki kunlarimizda yana davomli holda boshqa siyosiy partiyaning rahbarlari bilan, tashqi ishlar ministrliklari bilan ve başka xalqaro tashkilotlarning rahbarlari bilan bo'lgan uchrashishimiz davom qildi. Amerikada aktiv faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur Hareket Tashkilotining qurg'uvchisi va raisi Roshan Abbas xonimning yaqinda Tennes shtatida o'tkazilgan 2022-yillik madaniyatlar uchrash muhokama yig'inida qilgan yoshirin irqiy qirg'inchilik degan temadagi nutqi zo'r ta'sir qo'zg'adi. Mazkur yig'inda Roshan Abbas xonim nutqini boshlashdan burun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid muhim ma'lumotlar va qiziq nuqtalarni ekranda ko'rsatib o'tdi. Arkadan Roshan Abbas xonim nutqida mundaq deb ko'rsatdi. Kommunist Xitoy hokimiyati bizning ana vatanimizni ishg'ol qilib olgan 1949-yildan beri davomlashayotgan bu bostirish siyosati bugun sizlar ko'rayotgan irqiy qirg'inchilikni keltirib chiqardi. Men bu yerda yig'ilish lageri, zamonaviy qulluq, majburiy bola tushirish, ayollarning badaniga ularning tug'ishini cheklash asbobi o'rnatish qatorliqlarni deymi yoki Xitoy hukumatı dallollik qilayotgan keng ko'lamli bosqinchilik, bolalarni ota-onasidan tortib olish, jasadlarni ko'ydirish, ichki organlarni o'g'irlab setish qatorliqlarni deymi. Mana bular naq irqiy qirg'inchilik. Roshan Abbas xonim nutqida yana Uyg'ur ayollarining asos hujum nishoniga aylanganligini ko'rsatib mundaq dedi. Xitoy matbuotlarining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı 1.100.000 Xitoy erini Uyg'ur oilalarida yetib qo'pib, ularning kunlik turmushini nazorat qilishga o'rinlashtirgan. O'ylab beqinglar. Uyingizdagi erni Xitoy yig'ilish lagerlariga aktiv solab qo'ydi. Siz Xitoy er bilan bir uyda yashashga, bir karvatda yetishga majbur bo'lasiz. Jinsiy xo'rliqlarga uchraysiz. Uyg'ur ayollarini bola tushirishga va bola tug'maslikka majburlagan Xitoy hukumatı tanqidlarga uchraganda Xitoyning Amerikadagi elchixonasi Twitterga uchur yo'llab, Uyg'ur ayollarining endi bola tug'ish mashinasi bo'lmaydiganligini e'lon qilib, ayollarimizni oshkora haqoratladi. Roshan Abbas xonim so'zda yana Sharq Turkistondagi zamonaviy qulluq va uningdan manfaatlangan Nike, Adidas, Puma qatorliq shirkatlarning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'layotganligini aytdi. U yana Xitoy hukumatining din, axloq, demokratiya va kishilik qimmat qarshi buzg'unchilik qilayotgan rezil hokimiyat ekanligini, Uyg'urlarga yurgizayotgan bu irqiy qirg'inchilik jinoyatining amaliyoti butun dunyodagi xalqning haq-huquqlari va kishilik izdiga qilingan tajovuz ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Kishilik huquq va insonlik g'ururini qadrlaydigan, insonlarning e'tiqodini hurmatlaydigan kishilar bugun cho'qim bu qo'rqinchli irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi chiqishi kerak. Kishilik huquqimizning asosiy prinsipi shuki, u kishilarga nimaga e'tiqod qilish va qanday e'tiqod qilishni tanlash huquqi berdi. Shunga biz uning bu zamonaviy dunyodagi eng muhim kishilik huquq muvaffaqiyati, shundaqla erkinlik va vijdon hurligi ekanligiga ishonishimiz. Hozir xatarga uchrayotgani kelgusimizla emas, balki demokratiya va erkinlik. Agar biz bugun demokratiya va erkinlikka, ayollar va bolalarning huquqi tajovuz qilayotgan zolim Xitoy hukumatining jinoyatini to'xtatmasak, kelgusida sizlarning farzandinglarmi bugun Uyg'urlar uchrayotgan fojiaga duch keladi. Shunga biz buningdan keyin yuz bergan ishlarga mas'ul bo'lishimiz kerak. Madaniyatlar uchrashishi muhokama yig'ini 2007-yildan boshlab har yil o'tkazilib kelayotgan muhim faoliyat bo'lib, bu yil Tennes shtatida o'tkazilgan bu muhokama yig'inini 500 kishi naq maydonda anglagan. 25 ming kishi to'rda ko'rgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimli programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.